ichki qavati ham, buni tashqi qavati ham ikki qavat to'rlikdan bo'ladi. 10 mm distan qilingan, mana qalin. Motorlarimiz 220 двойной reduktorli. Vodiy bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Vodiydan tashqari kelishamiz, gaplashamiz. Taymerimiz, ya'ni qancha vaqt kat yo'l ishlab, qancha dam olishi, qancha ko'mirni surib berish vaqtlari belgilangan. Buni yosh katta insonlar ham bemalol tushunadi, sodda qilingan. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Zember brendi ostida ishlab chiqarayotgan 40 kilovatli kat yo'limizni obzor qilib, qisqa tanishtirib o'taman. 40 kilovatli kat yo'limiz 350-400 kvadratlargacha bo'lgan maydon uchun tavsiya qilamiz. Utupliti yaxshi bo'lsa, izolyatsiyasi zo'r bo'lsa, 400 kvadrat yoki 400 kvadratdan ozgina oshiqroq joy bo'lsa ham bemalol qo'yilsa bo'ladi. Effekti yaxshi. Kompaktli chiqqan, bo'yi juda baland bo'lib ketmagan, lekin orqa tarafga qarab uzaygan. Ham vertikaliga, ham gorizontaliga teplomeniylar bor. Eng avvalo kat yo'lni o'zidan boshlasak, hozir ochgan holatda bir qator obzor qilamiz. Eng tagi qismida 5 ta turba qo'yilgan, stenkasi qalin-qalin 40 lik 3.9, 4 dan yuqori bo'lgan stenkadagi turbalardan foydalanamiz. Eng avvalo issiqni turba o'ziga qabul qilib oladi. Hamma tarafdan qabul qilib olganligi uchun pastidan, o'ngidan, chapidan, tepasidan issiqlikni olovni katta qismi turbada qoladi va 4 ta teplomenik bor, gorizontaliga bitta, ikkita, uchta, 4 ta. Bular ham katta teplomeniklar. Bulardan olov chiqadi va eng tepa qismga chiqqandan keyin orqa teplomenikka o'tib ketadi. Hozir orqa teplomenikni bir qator ko'rib o'tamiz. Mana bu 4-eshigi. Eng tepa qismidan chiqqandan keyin olov pastga tushadi, issiqlik pastga tushib yana tepaga chiqadi va dimoxoddan chiqib ketadi. Bu ikkita vertikaliga tushgan teplomeniklar ham 80 sm, 1 metr atrofidagi ikkita teplomenik. Ya'ni olov yurish masofasi qancha ko'paysa, issiqlikni olib qolish darajasi KPda yuqori bo'ladi. Keyin dimoxoddan chiqib ketadi. Dimoxoddan ham bunaqangi juda issiq holatdagi, qaynoq holatdagi tutun chiqmaydi. Maksimal harakat qildikki, issiqlikni kat yo'lni ichida olib qolishga. Bu o'sha rasxodni kamayishiga olib keladi, effektni oshiradi. Listlarimiz ichki qavati ham, buni tashqi qavati ham ikki qavat to'rlikdan bo'ladi. Teplomeniklar ham, tomi ham, poli ham, yonidagi devorlari ham to'rlikdan bo'ladi. Bunda faqat polida, eshigida suv yurmaydi xolos. Mana bu joylarda ham suv yuradi. Hozir mana bu ikkita joy alohida mana shivillarga o'xshatib qilganmiz. 2-2,5 sm atrofida bu joyda ham suv yuradi, bu joyda ham ichida suv yuradi mana shu joyda. Harakat qildikki, maksimal issiqlik kat yo'l ichida qolsin deb. Garelka qismiga keladigan bo'lsak, garelkalarimiz 10 mm distan qilingan, mana qalin. Olov yonish joyi qalin. Bu joyda olov yonib, garelkani eritib olish holati, buni bukib olish holati kuzatilmaydi. Biz hali 6 ham 8 dan foydalanmadik, 10 likdan qilyapmiz buni. Ko'mir solish joyi bunkerimiz 150 kilo oshiqroq, ya'ni 200 kilo yaqin ko'mirni mayda iriligiga qarab ko'mir oladi. Bu joyda tushadi, garelkada shinek qismi olib kirib ketadi. Shinek qismi frutdan qilingan, hozir bu joyda ko'rsatish imkoni bo'lmadi. Frutdan qilingan, to'rli listdan qilinadi. Motorlarimiz 220 двойной reduktorli, bitta 40 lik, bitta 50 lik katta reduktor qo'yganmiz. Reverslari bor, orqa oldiga aylanadi. Tiqilish bo'lib qolsa orqa oldiga aylanadi, stikerlar bilan ulanadi. Bu motorlarimiz tugasa yana boshqacha двойной reduktorli motorlarimiz kelyapti. Ularni berishni boshlaymiz. Ya'ni bulardagi bunaqa holatda bo'lmaydi, osilgan, ya'ni bitta reduktor motorni o'ziga qo'shilgan bo'ladi. U holatdagi motorlarimiz ham keladi. Xavfsizlik uchun qo'yilgan turbamiz, shilangimiz. Bu bunkerning ichiga ham havo haydab turadi, bosim berib turadi. Olov bunkerga o'tib ketmasligi uchun. Bu joyda ochish uchun qo'shimcha joyi bor. Oldi tarafda ham bor, orqa tarafda ham bor. Bu qanaqadir tiqilish bo'lib qolsa, bu joyni ochib tozalasa bo'ladi. Ventilyatorlarimiz ham bularga 20-30 kilovatlikka nisbatan katta ventilyator qo'yiladi, havoni ko'proq berish uchun. Bunkerlarimiz qirg'oqlariga rezinka qoplangan, choklar germetik qilinadi. To'liq o'sha havoni bosim ushlab turish uchun, izolyatsiya qilish uchun, ya'ni olov tepaga yura olmasligini hisobi qilingan. Podacha obratkalarimiz ikkitadan, hamma kat yo'llarimizda shunaqa. Qaysidir tarafda o'ng taraf, qaysidir tarafda chap taraf o'ng kelsa ulab ketirilaveradi, bir tarafda zagrushka bilan yopib yuborilsa bo'laveradi. Miyamizga alohida to'xtalsak, miyamiz o'zimiz o'sha yaxshi original zapchastlardan yig'amiz. Oddiy, sodda qilingan. O'chirib yoqish, termogaz regirovkasi, ventilyatorning bosimini ko'rish, bu bosiladigan bo'lsa ichkariga ko'mir haydab beradi. Taymerimiz, ya'ni qancha vaqt kat yo'l ishlab, qancha dam olishi, qancha ko'mirni surib berish vaqtlari belgilangan. Buni yosh katta insonlar ham bemalol tushunadi, sodda qilingan. Zavodskoy miyalarga ham buyurtma berib qo'yganmiz. Zavodskoy miyalarimiz kelsa, u holatdagisini ham taqdim qilamiz. Zavodskoy miya bilan ham olishlari mumkin, bu miya bilan ham bemalol har doim sotib olishlari mumkin. Bu kimga qanaqa, xohishga qarab.
Mana shu holatda 400-450 kilogramm atrofida kat yo'limiz. Hali tortmadik. Tortib ham xudo xolasa bitta video qilib chiqaramiz. 450 kilogramm atrofida, komplekt holatida. Juda ham og'ir, juda ham moshni bo'lgan. Bu bo'yi juda baland bo'lib ketmagan, lekin aytib o'tganimdek orqa tarafiga uzaygan. Bu teplomeniyalar ko'paytirilgan hisobiga maksimal issiqni ichkarida olib qolishga harakat qildik. Bemalol telefon qilaverasizlar. Hozirgi kunda 15 kilovatdan 100 kilovatgacha nalichida kat yo'llarimiz bor. Ya'ni 15 kilovat, 20, 25, 30, 35, 40, 50 hozir tayyor emas, 50lari ham tayyor bo'lib qoladi. Va 70 va 100 kilovatgacha bo'lgan kat yo'llarimizni tayyorlab sizlarga taqdim eta olamiz. Kvadratini aytsalang, kvadratga qarab yetkazib beraveramiz. O'rta eshiklarni aytib o'tmabman. O'rta eshiklari 3 qavat bo'ladi. Ichida asbest plastinkalari ham bor. Ya'ni o'rta olov yongani uchun to'g'ridan to'g'ri bunga olov tegib, issiqni bu ham maksimal ichkarida ushlab qolishga harakat qiladi. Asbest plastinkalar qo'yganmiz, uchala eshikka ham bu ham issiqlikni ichkarida ushlab qolishga xizmat qiladi. Eshiklarimiz uchlidan. Sifati bexijolat. 1 yil garantiya beramiz. Ichki, tashqi elektron qismlariga 1 yil garantiya. Zavodskiy dimoxodlarimiz ham bor. O'sha Ferrum zavodining zavodskiy dimoxodlari. Agar ular bilan qo'yilsa, katyol kondensat bo'lmaydi, yana ham effekt yaxshi bo'ladi, ishonchli bo'ladi. Bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Xudo xohlasa, vodiy bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Vodiydan tashqari kelishamiz, gaplashamiz. Vodiydan tashqariga ham yetkazib beramiz. Agar ko'proq olmoqchi bo'lgan klientlarimiz bo'lsa, optim ishlashmoqchi bo'lsa hamkorlikda ularga narxlardan ham yengillab kelishtirib beramiz.